Davom etamiz. O'zbekistondagi Shanxay hamkorlik tashkilotining Xalq diplomatiyasi markazi va O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Qatag'on qurbonlari xotirasi davlat muzeyi hamkorligida o'zbek ma'rifatparvarlari tarix zarvaraqlarida mavzusida xalqaro ilmiy amaliy seminar tashkil. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Oldinga intilmoq Ilmni tushunish, uni qo'llash xalqni taraqqiyotga yetaklashning yagona yo'lidir. Har bir xalqning kelajagi faqatgina bilimli, ma'rifatli yoshlar qo'lida bo'ladi. Mahmudxo'ja Behbudiy. Jadidlar millatni, vatan saodati. Ta'limga e'tibor berish ertangisiga ishongan xalqning ishi. Abdurauf Fitrat. Ular Turkiston ozodligi yo'lida alangali ijtimoiy chiqishlari bilan zulm ostida ezilgan xalq onganlar, yangi madaniy turmush asoslarini qurishga intilganlar, o'zbek ma'rifatparvarlari, ziyolilari. Poytaxtimizda o'tkazilgan o'zbek ma'rifatparvarlari tarix zarvaraqlarida nomli xalqaro ilmiy amaliy seminar ham ayni biz yuqorida so'z yuritgan mavzuga bag'ishlandi. Bu yerga biz jadidchilik sohasida tajribaga ega bo'lgan mutaxassislarni taklif etganmiz va sinxron tarjima orqali jadidchilar kimlar o'zi, ular nimasi bilan mashhur, tarixda qanday iz qoldirgan va hokazo turli yo'nalishlar bo'yicha ma'lumotlarni beryapmiz. Muloqotda nohaq qatag'onga uchragan ma'rifatparvar ziyolilar xotirasini tiklash va abadiylashtirishga qaratilgan keng qamrovli islohotlar mazmuni, ushbu jarayonda tarixiy adolatni tiklash, ma'naviy merosni asrab avaylash borasida ma'ruzalar o'qildi. Shuningdek, ushbu o'zbek yoshlari qatorida yurtimizda tahsil olayotgan, tariximiz va madaniyatimizga qiziqib, bu tadbirda ham faol ishtirok etayotgan xorijlik yoshlarning borligi quvonarli. O'zbek jadid ma'rifatparvarlari haqida ma'lumotlar bilan yaqindan tanishar ekanmiz. Ularning o'z xalqini ilm va ma'rifat sari yetaklash yo'lidagi fidokorona xizmatlari bizga ibrat bo'ldi. Munavvar qori Abdurashid Xonov, Abdulla Avloniy, Mahmudxo'ja Behbudiy kabi buyuk siymolar nafaqat o'z davrida, balki bugungi kunda ham yoshlar uchun ibrat manbai bo'lib xizmat qilmoqda. O'zbek jadidchilari va Hindistondagi ma'rifatparvarlik harakatlari o'rtasida o'xshash jihatlar ko'pligini ko'rdim. Jadidlar kabi hind ma'rifatparvarlari ham ta'limni isloh qilishni millat kelajagi deb bilganligiga yana bir bor amin bo'ldim. Xullas, jadidlarimizning, buyuk ajdodlarimizning boy merosini o'rganish va ularning ma'rifatparvarlik g'oyalari, xizmatlariga hurmat va ehtirom ko'rsatish aslida har birimizning burchimizdir. Sohiba Akromova, Aydos Ermekbayev, Abbos O'tbosarov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.